Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Bebaha havo. Tashna bo'lgan yiqimsiz chirqiroq ovozdan hayajonlanib turib ketdim. Kamera ichidagi televizordan 56 millat 56 gul degan inqilobiy naqsha qo'yilayotgan edi. Bu tashviqot naqshasini Tangirtog' qamoqxonasiga qamalgandan beri har sahar anglab kelayotgan edim. Ammo hech qachon bugünkidek qachon chiqar deb taqazzo bo'lib ketmagan edim. 56 millat 56 gul degan bu chiroyli yolg'on gapdan tunji qitim nafratlanmay, yotqanda birər ikkini ortiq ig'nabmi yurmay, o'rnimdan qopib ketdim. Bu nafratlik kuy so'roqxonalarda yo'lbos o'rindiqqa bog'lab kechilib uyqusiz qo'yilgandimu, kamerada kechicha navbatchilikda kirpik qaqmay chiqqandimu yangrab turdi. Arada kamer, qamoqxona xili almashdi. Ammo bu yuzi qilin naqsha men qayerga borsam orqamdan agashgan edi. Ammo uningga hech qachon bu oqshomqidek intizor bo'lmagan edim. Chunki bu naqsha meni shu kechidagi xo'rliq, g'azab va iztirobdan qutuldirib, otmas tongga ulashtiradi. Ko'ktog' qamoqxonasida xala mahbuslar yotadigan taxta karvatga tutash bo'lib, faqatla bir g'irich egizlikdagi zagunda ayirib turadi. Mening o'rnim ashu xalaning yenidila edi. Kunduzda yarim kun o'ra turganning ustiga, kechida 2 soat navbatchilikda turganim uchun yetibla uxlab ketibdiman. Bir chog'da yuzimga bir narsa chachrab uyg'onib ketdim. Beshimni ko'tarib qarasam, men bilan birga kelgan do'rday kalpok beshimda sharqirtib siyayotgan ekan. Qopib bir narsa dey dedim-yu, uning bilan tang bo'lib, boshqalarning aran kelgan uyqusini buzg'um kelmadi. Yüzümni sürtüp, uning oldiga g'azab bilan birini tükürüp, beshimni pürkep yetib oldim. Suyduk chachrashdan har qancha qo'rqsammi, yuzimni echishga majbur edim. Chunki qamoqxona qoidasi bo'yicha boshni cho'mkab uxlashga bo'lmaydi. Shu uyg'onib ketgancha kim xaloda o'ri turib siysa, bir qitim bosh cho'mkab, yana kim siyib qolar deb tashvishlanib g'azab, chorasizlik va xo'rliqdan uxlayolmay qopadigan vaqtni saqlagan edim. Yotqanni qoida bo'yicha sarangi qapidek qir chiqirib qatlashga boshladim. Liudavan va Tangirtog' qamoqxonalarida bor mahbuslik mashqi bu yerda yo'q bo'lsa-mu, ammo nazoratchi amaldorlarning ko'pligi o'xshash edi. Kamerda hamma ish boshqalarning nazoratida bo'lg'achqa, ozroqla savallik o'tkazishmi, yetgudek ko'ngilsizlikka sabab bo'ladi. Birər kishining xatoligi aniqsizliklar ichida vaqtni qandoq o'tkazishni bilmayotgan mahbuslar uchun tepilmas ermak edi. Shunga har qandoq ishni mutlaq to'g'ri qilmay bo'lmaydi. Har qitim kamer almashganda yotqan qatlashning turlik muqaddas qonuniyatlarini til haqoratlar bilan qayta o'rganib kelayotganimga 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, bu yangi qamoqxonada yana tamtirmakda edim. Xuddi yotqanning bir yerini xato qatlab qoladigandek qo'llarim titraydi. Boshqa qamoqxonalarga o'xshash bu yerdami odam ko'p bo'lib, kamerda ishning tayini bo'lmagan bilan boshliq, buyruq va qoida to'la edi. 2014-yil maydan boshlab tutilganlar biroqla ko'payib ketgachga, odatdagi delolarmi saqchi, taftish va sotchi oralig'ida ittirilib, so'zilib ketayotganligi aniq edi. Uning ustiga mahbuslarga qachon, qayerdan, qandoq javob keladiganligi uqtirilmaydi. Shunga kamerda qalblarni chirmagan bizarlik, sabrsizlik va zerikish qarallik bombaga o'xshaydi. Mahbuslarning biri bombaga pilik hozirlasa, yana biri o't yoqatdi. Kamerda kimning xatolashib qilishi muhim emas edi. Mahbuslar uchun faqat jonni qiynayotgan tutqunlik azobi, varqirash, dumbalash va masxiralar bilan birdam bo'lsa-mu unutilsa, o'tib ketsa kifoya edi. Mushular sabablik menda kuchayib ketgan ansizlikda yotqan qatlashga berilgan 2 minut 2 soatdek bilinib ketdi. Xudoga shukri, yotqanni qatlabmi bo'ldim. Hech kim qusur chiqarmadi.
Ko'nglim sal izg'a tushib qarasam, Uyg'ur mahbuslar yuz yuvishqa o'ltiribdi. Xitoy mahbuslar bo'lsa, kameraning havolanmaga qaraydigan kayni ishkiga yig'ilib, bir-birini ittirishkili turibdi. Hammasi eshikning girachiki atrofidagi yig'inining to'shkidek arashlardan kirayotgan sap havoni sumirishga tirishadi. Kamera kech soat 5 dan tartib sahar soat 8 largacha dumlab qo'yiladigan bo'lg'achqa, sap havoni bir purvilishmi kishini rohatlantiradi albatta. Qistishib, tillishib burunini eshikning yo'chuqlariga chaplayotganlarga qaradim. Xalaning, tarning, ichigan dasmal va lata supurgining purqi birlashib, chidog'siz holga kelgan kamerning havosi bir uxlab qopqanda bakrak bilinib ketadi. Ammo har kuni o'xshash shu havodan nafaslanib uxlab, har sahar uyg'onganda ko'nalmay qiynalishga majbur bizdeklarga amal yo'q edi. Diqqatda badashqan qurib o'ltirgandimu, oldimizga tomoq kelgandimi, burnimizga shu puroq purab turadi. İnsanның ağzı tanlab yeyilgan bilan, buruni xala puruqi bilan tomoq puruqining birini tanlab purashdan mahrum edi. Ishikdagi yengni patmaz arashlarga yepishqanlarning sap havoni bir hidlash uchun bo'layotgan bu kurashda mag'lub ekanligi aniq edi. Chunki sirtning sap havosini purgandan keyin kamerdagi havoning sisiqligi texmo bilinadi. Pakiz havoni bir purgandan keyin sisiqchilikqa qayta ko'ngicha boshning qayg'ini qaygan edi. Meningmi qo'pibla hech yerga qaramay ishikka chaplashqum kelgan edi. Ammo men yangi mahbus edim. Kamerning qoida nizomlarini o'rganishim, xiloflik qilmasligim kerak edi. Sap havoni talashayotganlarning chuqan suralarini anglagancha ishikka shundoq borg'um, hech bo'lmaganda Xitoy mahbuslar puravotgan, talashayotgan sap havoda meningmi haqqim borligini bildirib qo'yg'um keldi. Lekin shuncha Xitoy mahbus varqirishib, qistishib urushmagan bilan orga mening qo'shilib qilishim jidalga sabab bo'ladi. O'zimni ishikka atqum, choplashqum, bu sisiqchilikdan og'zi burnimni tutib aran o'ltirgan bu buruqtirmalikdan bir pas bo'lsimi qutulsam deydim. Ishikning yo'chuqlaridan kirayotgan muzdek sovuq, suvdek suzuk, yipakdek yumshoq havoni ichimga sumirib baqsam, ko'ksimda his qilib baqsam, erkin dunyo nafaslanayotgan, talaylik kishilarga nisb bo'layotgan tuproqning, gullarning hidi urilib turgan shu sap havoni o'pkamga bir to'ldirib olsam deydim. Ammo boshqalar bilan varqirishib ittirishayotgan do'rday kalpukni ko'rib, royim yinib qoldi. Men barsamla jidal chiqatdi. Hech bo'lmaganda heliqi do'rday kalpuk kechidagi oldiga g'azab bilan tukurgan tukurukning dardini oladi. Ishikka chaplashgan Xitoy mahbuslarning varan cho'ronlarga ro'shan silishtirma holda unsiz yuz yuvayotgan Uyg'ur mahbuslarga qaradim. Ular xalada nemancha uzun hayol bo'ladi, yuzini nemancha uzun yuydigandi, deb ko'zoynakimni taqab qarasam, bir-birlab tahorat olg'ili turibdi. Shunchalik beg'am, shunchalik astoydil ilinayotgan tahoratga qarab, dong etib turibla qoldim. Men qamalgan bir yildan beri bundaq mukammal tahorat olganni ko'rmagan edim. İxtiyorsiz kamerning koridor tarafdagi oldi ishkidan pat-pat ikki tarafga qarab turayotgan, turqidan jiddiylashganligi chiqib turgan G'aniga qaradim.